Bugun Umraga yo'llamani bir kishi yutib olishi mumkin. Assalomu alaykum do'stlar, barchaga xayrli kech. Do'stlar, kecha Raya akkaunti 115 mingta bilan boshlagan edi. Obuna bo'lib qo'yinglar deb bir sutkada 50 mingtadan oshiq odam o'tdi Nodirbek. Do'stlar, 166 mingta odam bo'ldi. 500 mingta bo'lsa bilasizlar, 4 ta Umraga yo'llama beraman podpischilaringga deganda Raya akkaunti bizga. Nodirbek, bugun 200 mingta bo'lsa birinchi umrani o'ynab oling. Bo'ldi, mana bugun 5-yanvar 20:00 da hozir yana efir boshlaymiz. Nedik akkauntdan jonli efir boshlaymiz. Bugun Raya akkauntini 200 mingta qilib olsak, bitta umrani shu efirda o'ynab olamiz. Ungacha pul yutuqlar o'ynab turamiz. Agar 34 mingta obunachi bo'lib 200 mingta bo'lsa, bugunda o'zida birinchi umrani o'ynab olamiz. Hozirroq obuna bo'lib Rayaga efirga kirsalaring, kimdir bugun Umraga yo'llanma yutib oladi. Do'stlar, hammasi haqqoniy bo'ladi. Kommentariyaga shartini yozinglar. Kommentariyaga qanaqa shartni aniqlashimiz? Kommentni bomba qilib do'stlaringga jo'natib olinglar. Bitta uydan, bitta xonadondan kerak bo'lsa 5 talab telefonda ko'rib o'tiringlar. Inshaalloh bir kishi haqiqiy niyat qilgan bo'lsa bugun bitta Umra yo'llamasini yutib oladi. Albatta, maytinglarni toza qilib Rayaga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolisa bugun kimdir umraning to'g'ri. Mana shu video Rayaga ulanadi. Bemalol ko'rsalaring, obuna bo'lib o'tsalaring bo'ladi. Davay do'stlar. Jannatim